O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 20-moddasi inson huquqlari va erkinliklarini himoya qilishga qaratilgan muhim konstitutsiyaviy normalardan biri hisoblanadi. Ushbu modda fuqaro bilan davlat o'rtasidagi munosabatlar, inson huquqlarining daxlsizligi va davlat organlari faoliyatini asosiy prinsiplari belgilab qo'yilgan. Avvalo, modda O'zbekiston Respublikasi fuqarosi va davlat bir-biriga nisbatan o'zaro huquq va majburiyatlar bilan bog'liq ekanligini qayd etilgan. Bu degani davlat fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilish, ular uchun munosib turmush sharoitlarini yaratish, xavfsizlik va adolat ta'minlash majburiyatiga ega. Fuqarolar esa konstitutsiya va qonunlarga rioya qilishlari, boshqa shaxslarning huquqlarini hurmat qilishlari hamda o'z fuqarolar burchlarini bajarish lozim. Ushbu moddaning ikkinchi qismida insonning konstitutsiya va qonunlarida mustahkamlangan huquq va erkinliklari daxlsiz ekanligi belgilangan. Hech kim inson sud qarorisiz uning huquqlaridan mahrum qilishi yoki cheklashi mumkin emas. Bu norma insonni asossiz qamoqqa olish, uning mol-mulkini tortib olish yoki boshqa huquqlarini noqonuniy tarzda cheklashga himoya qiladi.